Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda Baraka Uz kanali ashaddiy muxlislari. E'tiborlarga bugun biz 2025-yil 7-oktyabr hafta kuniga seshanba biz Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Qiyali Qo'rg'oncha mahallasidamiz akalar. Sizlarga mana 40 boshmidi aka? 40 bosh Angus buqalarimiz Rossiya Federatsiyasidan kelgan. Sizlarga xudo xolasa sekin narxlarni batafsil yoritib beramiz akalar. E'tibor bilan kuzatasizlar. Chempion buqalar kelgan. O'ta chiroyli. Aberdan Anguslar akalar. Xudo xolasa bugun narxlar bomba bo'ladi. E'tibor bilan kuzatib boraverasizlar akalar. Ma'lumotlar bor akalar, Anguslar bor. Buqalar qalay jigarlar? Mickey Mouse. Tumshug'ini qarang. Oq tumshuq. O'ta chempion ekan buqalar. Taniq sortoy 100 talik akalar. 100 talik qulog'ida mana berkalari ham turibdi akalar. Voy, jonivorlar. O'ta havas qiladigan narsalar ekan. Maza qilib boqadigan akalar. Astoydil bo'laverasizlar a? Xo'p, akalar, buqalarni chiqarib oldik. Endi sekin narxlarni hozir Ravshan aka bilan gaplashib, kelishtirib berishga harakat qilamiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa sizlardan uzr so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamaysiz. Yaxshi oldingizmi aka? Yaxshi oldingizmi buqalarni? Rahmat aka. Buqalarni omad to'g'risi bor, nomer adillariga. Aka qo'ldan kelgancha xudo xolasa. O'tatanam, nekkilar, tozalikni aytmaysizmi aka? Xo'p aka, bu buqalarimiz soniga necha bosh? Aka soniga 40 bosh aka. 40 bosh akalar, 40 bosh. Bir kishilikda aka. Bo'ylarini aytib o'tsam, eng kichkinasi ham to'g'risi bo'lsa, shu eng kichkinasi bor ekan, yo'q emas bor akalar, 1.5 plus 10 atrofida. Qolgani 1.15, 1.20 shunaqa mollar. O 20 dan oshig'i ham bor ekan. Endi Ravshan aka, buqalarimizni aylantirib o'raylik. Narxi necha puldan boshlanadi, xudo xolasa? Aka narxini Mistorlik qilyapti akalar, joy tor. Xo'p, narxini ayting aka. Narx qiziqda biz obunachilarga. narxini aka 20 million so'mdan ikkita chiqarib beramiz aka. Siz obunachilaringizga. Ikkita chiqarib berasiz. Ikki dona chiqarib beramiz aka. Hozir olaman aka deb telefon qilsa, hayrini qilib beralasizmi? Ha. O'zgina hayrini qilib beramiz, dastlabkasini qilib beramiz aka. Bo'l, akalar, dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab aka. Dastlabki aka vodiy bo'ylab qilib beryapmiz hozircha. Todu tarafiga Kelishamiz aka, ag'iga. Xorazmga ham berdik o'tgan safar aka. Toshkentga ham berdik aka. Kelishib, ha. Xudo xolasa aka. Hech kimni og'rintirganimiz yo'q aka. Bo'ldi, akalar mana. Akamiz xudo xolasa yangi ishni boshlagan. Sekin-sekin hammani ko'nglini birdek olib bo'lmaydi. Harakat qilaman uka deyapti. Chotki qil. Hamma yo'q, tekis bo'ladi xudo xolasa. Voy, buni polvon, sifat. Mana bunisini ham aka, mana bunisini ham mana ko'ring aka, mana bunisini ham olib qo'ying aka mana. Bularni qaysi birini olay akalar? Bir-biridan xil bular. Xo'p aka, endi xo'p, tasini ikkita chiqarib beraman dedingiz. 20 million so'mdan endi tepasi qancha beramiz endi? Aka, oldiga. Bitta olsa ham haqli degan joyiga. Bitta olsa ham haqli degan joyiga aka. Endi siz bilan o'ta qattiq hali tortishib bir-birimizni tilimizni tushunib olguncha baribir 30 million so'mdan oldini tanlab olaveradi. Zo'rin tanlab olaman deb 30 million so'mdan tanlab olaveradi. Hayrini qilib berasizmi o'shanda? Dastlabkasini qilib beramiz. Dastlabkasini qilib beramiz. Xo'p, endi aka, ichidan 10 ta tanlab olaman desa necha pul qilib beramiz? Mana. Aka, o'zi bularda ichida aka yomoni yo'q. Masalan, mana ko'rsat. Suyug'i deymiz, suyug'ini o'zi yo'q. Ha, bu yerda suyug'ini o'zi yo'q aka. Xudo xolasa hammasi bo'ladigan. Aka, oldini masalan men tanlab oldim 10 ta deganga aka, 29 million so'mdan 10 ta tanlab olaveradi aka. Onlayn savdo hammasi bor aka. 29 million so'mdan 10 ta tanlab olishadi. Tanlab olaveradi aka. O'tib ham beramizmi? Aka, kelishamiz aka. Kelishamiz, ha? Xudo xolasa. Akam endi hali xavfli vaziyatga kelib qoldik aka. Xavfli vaziyatga keldik akalar. Astoydil o'tirib e'tibor bilan berasiz, chalg'ituvchi fikrlar bo'lishi mumkin. Mana sifat. Nekkilar aka. Bunaqa mol har doim ham kelavermaydi.
yana safar o'zingiz tovib kelalasizmi yo'qmi? Ochiqni aytish kerak. Shunaqa Mol aka. zo'r. Xo'p, aka 40 bosh dedikmi? Ha, Hammasini bir joyga qimirlatmayman. Bir qo'ra qilib boqaman deganga nech pulga berib yuborasiz? bir qo'ra qilib boqaman Bir degan qo'ra. odamga aka Qo'lni bering. 25,5 million so'mdan ketaveradi aka. 25 million so'mdan berib yuboramizmi? Siz Astoydil olaman degan. Astoydil olaman deganga siz obunachilaringizga beramiz aka. Bor baraka. Akalar, manzilimiz Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani, Qiyali Qo'rg'oncha mahallasida akalar. 40 bosh angusni 25 million so'mdan dedik, ha? 25 million so'm. 25 million so'mdan. Aka, Xotirjam. ko'rsatib qo'ying-da bularni. Nima olyapti turganini ham obunachilaringiz bilsin aka. Akalar, dur akalar, durlar, yo'q. Buqani durini olasiz, jigar mana sifat, qarang, sifat. Mana jingalak sochlarini ko'ring. O'ta tiniq. Nomeradin, Aberdin anguslarimiz. Mana qo'ng'irdi qarang. Mana bitta qizil angus ham bor aka, ko'zmunchog'i mana aka. Qizil angusmi, limuzinmi bu? Qizil angusga beraverasiz, ha? Qizil angusga Bo'ldi, beraveramiz. hisob. Mana begemotni ham oladigan odamlar bo'lsa, men oldim deb kommentariyaga yozib qo'yasizlar. O'ta tiniq. Xo'p aka, olgan odam nasib qilsin, baraka topsin, Baraka ha? topsin aka. Bor baraka. Akalar endi ikkinchi partiya mollar chiqaramiz. Mana shuni qo'yamiz. Limuzin, Greenford, Simental, hamma turdi mana sifat nima deyapti? O shvedlar ham bor. Shved qo'llarimiz bor. Rangida farq bor-da. Va shetini. Bitta partiyada. Qalay zo'rmi? Akalar. Bitta chot. Oyoq qo'li uzun variantlar. Hop akalar. Ekranni boyga simental ko'rinib tursa maza qilaman-da. Hop akalar, ikkinchi partiya buqani ham chiqarib oldik. Ravshan aka, bu partiyamizda nech bosh? Aka, bu partiyamizda 66 bosh aka. 66 bosh. Simental aka, Greenford. Assortiment aka. Assortiment aka, xudo xolasa Akalar, aka. O'sha gibrid Sifatini ham ko'rsatib qo'yasiz aka. Sifati yaxshi akalar. Mana sifatchan qaraman. O'ta tiniq va akalar. Mana buni ham ko'rdik. Qora qizil. Yengilak soat, mana bunaqa qo'ng'irlarimiz bor. Mana yaltirang. Simental ekan bu akalar. Mana simental ekan bu. Tozasidan. Orqasi bilan ko'ryapsizmi? Dumi ko'tarilib tushgan variantidan. Xo'p. Endi sizlarga hozir bir qator ko'rsataylik, sekin narxini so'rab qo'ygan bilan ish ham bitmaydi-da, molni ko'rishlar kerak sizlar. Mana bu yerda mana o'ta tiniq simentalimiz bor. Rasa ko'r ekanda bu simental. Mana bu yerda. Mana Greenford nima deyapti? Mana simentalimiz nima deyapti aka? Mana shvet ham o'ta tiniq ekanda akalar. Toza qoldi shvet akalar, olgan odam maza qilsin. Baraka topsin. Xo'p, bularning bo'ylari akalar shu. Ichida 1.5liga yo'q emas, bor, o'sha kichkinalar bir 3-4 ta bor ekanda aka. 1.5, bag'i 1.10, 1.15, 1.20 gacha molimiz bor ekan. Aka, mollar yo'g'on. Yo'g'on, bo'yi gapirmaydi. Bo'yi gapirmaydi aka. To'g'ri, bo'yi gapirmaydi. Shunday o'ta. Xudo xolasa aka, molni yo'g'oni toshga keladi. Mana karobkasiga e'tibor beravering jigar. Mana karobka. Keyin birinchi o'rinda molga e'tibor beringda, oldidan orqasi baland. Endi o'zim molni ichida yurganman, bilganim uchun gapiryapman akalar. Molni orqasi baland mol libopet yutib ketgan. Xo'p, endi aka, nech puldan boshlaymiz endi bular narxini? Aka, obunachilaringizga Aha. hali bu qilib o'tirmaymiz, 4 dona 16 million so'mdan mol chiqarib beramiz aka. Xayr o'zi bilan xudo xolasa? Xayr ichida aka lekin. Bo'ldi. Dastlabki qilyapmiz aka. 16 million so'mdan tushib beraman degan to'g'risi. Shunaqa Ichida bir aka. xato ko'rib chiqdim-da. Xo'p, aka, endi bitta olsa ham haqli joyiga. Aka, bitta olsa ham aka, haqli joyiga Ha, polvon. 27 million so'mdan aka tanlab olishaveradi aka. Aka, kelishtirib ayting, kelishtirib. Aka, 27 million pul topishni o'zi bo'lmaydi-da. Molingiz yaxshi, molimni pastga uryapti deb xafa bo'lmang mendan. Mol pastga uruyda, molni o'zi yo'q bu yerda. Shunaqa. Faqat kelishtiring, odamlarga narx qiziqda.
Bugun sotib yuboring, mol tugab ketsa, ertaga Bo'ldi, yangi aka. parti olib keling. Siz obunachilaringizga 26,5 dan aka. Bitta gapiraymi? Gapirishga haqqim bo'lsa ayting, emasa bormi? 26 million so'mdan bo'ldi. Bo'ldi aka. Bo'ldimi? Ha. Endi akalar 10 to'si haqli joyiga nech puldan beramiz endi? Aka, mol soni ko'payyapti, tushasizmi narsa? Aka 10 ta olgan kelishaversin, xudo xolasa Aha, kelishtirib qilib beramiz. Lekin 10 ta olsa ham aka aha. bir-biridan qoladigan joyi yo'q aka. Xudo xolasa zo'rlari o'zi yomoni yo'q aka. Akalar mana 10 talik ichida mana shu molimiz bor, mana bu bor. Bu mollar hazil mana shuni ham qo'shib olasizlar. Esdan Shunaqa aka. chiqmasin akalar. Mollar o'ta haqiqatdan. Xo'p aka. 66 boshi dedingiz. 66 bosh aka. Hachkani buzmay ukam. Aqa-baqa mol aqta yurmay, ishim shetda bitsin deb turib, hammasini olaman degan joyga nech pulga berib yuboradi? Aka hamasini bitta joyga aka 22,5 million so'mdan O'zbekiston bo'yicha ketdi aka. 22 milliondan Yo'q, berasiz. aka 22 million 500 ming so'mdan olsin, dastlabkasini biz qilib beramiz. aka. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab aka. Bor aka. Akalar shoshilamiz, buqalar soni chegaralangan. Ertaga 66 bosh. Aka hali oldi qo'shib qilib, hali qilganimiz Aha. yo'q, hali To'g'ri. maqsad sotish aka. Maqsad sotish akalar, u bunda ketdi degan narsa bo'lmaydi. Shunaqa. Xotirjam kelasizlar, ishni bitirishadi. Aka, xudo xolasa, ukam, sendan hamma molingni oldim. Ko'ngildan chiqarib nima o'tib berasan desa, o'zingiz rozi qilasiz. Xudo xolasa aka kelaversin, qo'limiz ko'rsatadi. Gap yo'q akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Shoshilib kelaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani, Qiyali Qo'rg'oncha mahallasida Assalomu akalar. alaykum, alaykum assalom. O'shan akamning xonadonida bo'ldik. Sotiladigan buqalar narxini kelishdik. Endi qolgani sizlardan. Aha. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.